Damas'ni o'z narxiga beraman. Zavod narxiga 1 so'm foyda qo'ymasdan berib yuboraman. O'rtoqlar, Sergeli avto yangi joyga o'tgan uchun aksiyani bombasini qilaman. Damas'ni o'z narxiga beraman. Zavod narxiga 1 so'm foyda qo'ymasdan berib yuboraman. Oldin $200 qo'yardim, hozir qo'ymayman. Zavod narxida. 53 million, 54 million boshqa salonga o'xshab demayman men. 52 million ham kerak emas, 51 million ham kerak emas, 50 million ham kerak emas. 49,5 million. Faqat rasxod o'zini berasa bo'ldi. 1 so'm foydasi. 49,5 million to'laysizlar 22 oyga 2 million 190 mingdan. Nima deyapti Damas o'z narxiga? Xohlasanglar 3 yilga 24 million to'laysizlar boshiga. Hamma xarj ichida 2 million 700 dan 3 yilga ham olib ketsalar bo'ladi Damas. Endi Labo boshlanish to'lov 51 million to'laysizlar Laboga. 2 million 200 dan 22 oyga. Xohlasanglar 25 million to'laysizlar Laboga. 2 million 700 dan 3 yilga mana Labo ham. Aksiya 5 kunga davom etadi. Ulgurib qolinglar. Mana haqqoniy ochiqchasiga oylik to'lovim, bosh to'lovim hammasi ochiqchasiga. Kelinglar mana bunaqa Sergeli ochiqchasiga salonga. Hammanglarni kutib qolamiz. Aksiya 5 kun davom etadi. Ulgurib qolinglar.